fahshga botib yashaysanmi, zinoni targ'ib qilib yashaysanmi, avratingni ko'rsatib yashaysanmi, baribir bir kun o'lasan va Alloh taoloning oldiga borasan. Musulmonmi, musulmon emasmi, tan oladimi, olmaydimi, bu meni gapim emas. Bu payg'ambar alayhisalom aytgan gap bu. Shu yerda kim menga ayta oladi, men o'lmayman deb. O'lgan kuning seni qiyomating. Ustozimiz aytgan. Har bir insonni o'lgan kuni qiyomati keladi. Shunaqa bir arablarda maqol bor. Rizol masiya aynul masiya. Masiyatga rozilik, masiyatni qilish bilan bir xildir. Bir inson fahsh ish qilayotgan bo'lsa, siz jim qarab turgan bo'lsangiz, shu bilan bir xil ish qilyapsiz. Yo qo'lingiz bilan, yo tilingiz bilan qaytaring degan. Eslaringdan chiqarmanglar, har bir daqiqalaring uchun TikTok, Instagram, YouTube xohlagan tarmoqdagi har bir sekundlaring uchun, har bir qilgan ishlaring uchun albatta javob berasizlar. Bu dunyo sinov dunyo. Har bir salomning aligi bor. U alikni Alloh taolo qiyomatda oladi. Eslaringdan chiqarmanglar. Men yaxshilik qilib yuribman. Men shunchaki qilgan ishing uchun ham javob berasan. Payg'ambar alayhisalom aytdilar, kim Allohga va oxiratga iymon keltirgan bo'lsa, yo yaxshi gap gapirsin, yo jim o'tirsin, yo yaxshi ish qilsin, yo jim o'tirsin dedi.